Do'stlar, hozir biz Maljan Residence turar joy majmuamizdamiz. Shotur Rustaveli ko'chasida joylashgan va Alixon akam bilan birgalikda hozirda suhbat olib boramiz. Akajonim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun 15-sentyabr akajonim. Ushbu turar joy majmuamizda qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Qaysi blokimiz qaysi etajga, qanaqa etapda ketyapti aka? Shu bo'yicha ma'lumot bersangiz. Hozir endi A blokdan boshlaydigan bo'lsak, A blokimizda hozir fasad ishlarimizga jarayonga kirdi. Beton ishlari tugab bo'ldik. Shundan hozir profillari kelgan, beton ishlari tugadi. A blokimizda fasad ishlari boshlanyapti. Zo'r. B blogimizga kelsak, B blogimiz ham A bilan qo'shilishi fasad ishlari baravar boshlanadi. Zo'r. V blogimizga kelsak, V blogimiz hozir 16-etajda davom etyapti. Beton armakarkaz ishlari. Ozgina qolibdi, demak, xudo xolasa. Hop, bu yoq bloklarimiz bo'yicha aka? Bu yoq bloklarimizda mana bu Y blokimiz. Y blokimiz hozir 3-qavat pol qismini armakarkaz ishlari o'tkazib kelganimizda 0-etaj dedik. Ya'ni parkovkadan endi chiqqandik, o'sha ancha qad rostdan ko'rinib qolibdi. Albatta. Bu yoq blokimiz bo'yicha aka, katta blogimizda bu blogimizda D blogimiz bo'ladi. Bu D blogimizda beton ishlari, armatura ishlari yakuniga yetdi. Endi bunda ham gazoblok fasad ishlarini jarayonga yetkazib boshlaymiz. Zo'r. Zo'r. Aka, sifat bo'yicha ozgina ma'lumot berib ketaylik. Albatta. Armatura, beton bo'yicha sifatimiz o'zgarmayaptimi? O'sha sifatda ketyaptimi aka? Yo'q, biz o'sha sifatda ketyapmiz. Rossiyskiy armatura ishlatamiz. Ya'ni esimda bo'yicha A500 armatura rossiyskiy hamda 400 marka beton. Betonlarimiz 400 marka beton. Zo'r, zo'r. Akajonim, rahmat kattakon. Boringizga shukr. Qachon topshiramiz aka? Aytvoring mana. Inshaalloh 27-yilda yoz fasllariga topshiramiz, o'rtalariga. Maljan Residence turar joy majmualarini xaridorlari inshaalloh uyingiz sifatli darajada qurishlari davom etmoqda va 2027-yil yoz oylariga xonadoningizga ko'chib kirasiz. Bizni kuzatishda davom eting.